FM 390 bu avtomatik rulonli laminatsiya uskunasi bo'lib, turli bosma mahsulotlarni himoya plyonkasi bilan qoplash uchun mo'ljallangan. U gloss, mat kabi plyonkalar bilan ishlaydi va poligrafiya, qadoqlash hamda reklama sohalarida keng qo'llaniladi. Uskunaning maksimal laminatsiya kengligi 350 mm, tezligi esa daqiqasiga 5 metrga yetadi. Laminatsiya harorati 160 darajagacha sozlanadi. Qog'ozning maksimal balandligi 3 cm, isituvchi val diametri esa 110 va 75 mm. Uskunaning afzalliklari yuzani tekis va sifatli qadoqlab beradi. Mahsulotning mustahkamligi va namlikdan himoyasini oshirish, shuningdek, oson boshqaruv va avtomatik rejimda ishlash imkoniyatini beradi. FM 390 bu kitoblar, jurnallar, bukletlar, qadoqlar, reklama materiallari, taqvimlar va sertifikatlarni yuqori sifatda laminatsiya qilish uchun eng qulay yechimdir.